Diqqat, O'zbekistonning barcha viloyatlarida ertaga 15-apreldan boshlanadi. Do'stlar, xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 15-aprel O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 26-28 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja bo'ladi deyilgan xabarda. Do'stlar, ushbu xabardan boshqalarni ham darhol ogohlantiring. Buning uchun video ostida bir donadan like qoldirish kifoya bo'ladi. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang.